qora loviya va qora guruchni qo'shib bugun koreyscha usulda guruch tayyorlashni o'rgatamiz. Buning uchun bizga guruch tayyorlaydigan multivarka kerak bo'ladi. Chunki faqat shu multivarkada ajoyib turli xil guruchlar tayyorlasangiz bo'ladi. Koreys qaynonam har safar semirtirmaydigan va sog'liqqa foydasi bo'lgan guruch tayyorlaydilar. Faqatgina oppoq guruchdan tayyorlasangiz qandli diabetga uchrashingiz mumkin ekan. Shuning uchun qaynonam buning ichiga qora guruch bilan qora fasolni ham qo'shib yuboradilar. Oddiy guruch bilan qora guruchni yuvib olgandan keyin multivarkada belgilangan suv miqdorini qo'shib, ustidan qora fasolni qo'shib 20 minutga olib qo'yadilar. Biz har safar guruchni bir haftalik tayyorlab, xolodilnikka ozginadan olib qo'yamiz. Shuni qilib 40 minutda guruchimiz tayyor bo'lib pishib chiqdi. Faqatgina shu 3 xil mahsulotdan guruch tayyorlasangiz juda ham foydali va to'yimli bo'lib pishib chiqadi. Bu guruchdan endi tuxumli guruch va kimchili guruch va boshqa sabzavotli guruchlarni bemalol qovurib yesangiz juda ham mazali chiqadi. Yoqimli ishtaha.